benzinli skuterlar gazni ichiradigan o'sha SK72 modelimiz yetib keldi. Sportivniy variantda. Averenkalari vashshaloq degan pastga yonib turadiganlari. Sakalarni aytmasa ham bo'ladi. Полный наоборотlar full variantda. Arqa vashshaloq deymi. Arqadagi sakalari, amortizatorlari ashi baquvvatidan. Даже yonda anaqa ledlari ham bor. Oyoq qo'yadigan joyi обязательно bor. Ichida perchatkisi, kaskalar chiqadi. Ustiga yopadiganlari ham bor. Quyoshda, sovuqda bemalol bulut qilinadi. Bor. Telefonda qilsa bo'ladi. Avarenkalar ham bor. Olda, arqa jiddiy tormozda bo'ladi. Faralar vashshaloq emas. Skurslan bemalol almashtirsa bo'ladi. 1-2-3 ga almashib ketaveradi. 75 gacha chiqadi bu skuterimiz. Telefon qo'yadigan joylari bor. Обязательно NFC-da zavod bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Maksimal tezlik 75 gacha sport rejimda. Faralar vashshi alohida tema. Instagram orqali obunachilarimiz uchun 200 ming so'mgacha skidkasi bor. Kimga kerak bo'lsa bemalol mavjud bo'lasizlar. Nomer mana shu yerda bo'ladi.